Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan men har doimgidek o'zbekchada. Korоче, bugun bolalar bizga iPhone'dagi ko'rinishni Samsungga o'tkazishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun sizlar bitta like bilan podpiska bosib qo'ying. Chunki biz 100 mingtaga yetishimiz kerak. 100 mingtaga yetganimizdan keyin men katta Telegram kanalimga katta qo'yaman, o'yin qo'yaman. U o'yinni kirib qatnashinglar mumkin. Turnir FIFAda hamma bilsa kerak. Va men boshladim videoni. Buning uchun mana bu ga ko'rasizlar, mashinaga bitta bosaman, bo'ldi. Men iPhone'da paydo bo'lib qolaman. Bam. Ko'rasizlar, iPhone, g'irt iPhone, o'zi iPhone'ni o'zi vot. Tushunmaysizlarmi vot? iPhone'ni g'irt o'zi. Qanaqa qilib o'rtani bosib chiqib ketsanglar bo'ladi. O'sha uchun Play Marketga kirasizlar. Bu yerga yozasizlarki launch deb yozasizlar. Birinchida vot chiqib kelaveradi. O'shani ostonoviy qilib o'rnatib olib ishlatinglar bo'ladi. Qani bo'lsam bitta like bilan podpiska bosib qo'ying. Qani bo'lsam go.